Shunday. Voy. Buzib qo'ydimmi? Hech narsa qilmaydi. Olamiz. Buradan lapatga qo'yamiz. Yana ne yapalım? Bugün iki oyunumuzda keşke yine bir gece ise bir de hocamız geldi. Vay. İsmim çok tatlı kameran yok kadar. Ama sana geçelim. Gelirim önce havayska bugungi videomizda sizlarga 7 oydan beri 7 oy bo'lib tanishganimga Jamol do'stimni ko'rsataman. Jamol do'stim hozir u orqamda turgan uyda turibdi. Hozir u dangasaroq uxlayotgandir menimcha. Sizlarga shuni tanishtirmoqchiman. Hozir esa ishlarimizni qilyapmiz. 7 oydan beri YouTube'ga video qo'ymayotgan paytimdan beri u bilan do'stman. 6 oy desa ham bo'ladi. Jamol esa men bilan doimiydek u yangi kelgan edi. Boshqa qishloqdan. Ya'ni sizlarga aytsam u qishloqni tushunmaysizlar. Shu qishloqdan kelgan edi. Mana ana shunday yaxshi echib qo'yib Jamolni chaqiramiz. Hozir bir Jamol bunlarni qilmaydi. Jamoldan kelsa. Demaymiz. U axir meni oylik do'stim, oylik. 7 oylik do'stim bo'lsa. Hop, Jamol. Taq. U uyda hech kim yo'q o'xshaydi. Oh, yanam bu. Do'stlar mana bu nima qon? Do'stlar bular nima qonchi bu? To'xtaylar. O'tgan safardan bitta joy topib olib, oldinga Raym degan bilan u ham mana shu yerdamida qandaydir joyda voy nima bular laq qilib Jamol ham shunday qilyapti, chunki men uni bilmaymanmi. O'tgan safar bitta joyga tushib, divan tagidagi joyga tushib, keyin u yerda menga surpriz qilgan edi. Hozir ham shunday qiladi deb o'ylayman. Menimcha hozir mana bular meni hop, hamma yo'q. Nima bu? Bu ham prank bo'lsa kerak do'stlar. Men hozir qonga qaraman. Nimam yo'q. Stop. Axir, lekin bu haqiqiy qonga o'xshayapti-ku. Do'stlar. Mana bu yerda yozuv ham bor ekan, mana bu yerda. Ahmiyat bermoqman. Do'stim, men hayot bo'lmasligim mumkin. Oldin lekin unday deb yozilmagan edi, to'g'rimi? Mana bu yerda qandaydir qazilgan joy. Balki bu yerda nima yo'q edi. Do'stlar, yurlab buni yerga kiyinibroq, nimaroq qilib kelamiz. To'xtanglar, mana shu yerda narsa bordir. Mana shu yerda qora ekan, bu yerda taxta. Do'stlar, bor ekan. Horror bo'lmasa bo'ldi dedi. Men hozir unaqa narsalar chidamayman do'stlar, Erta tushganda boramiz endi do'stlar. Bugun bitta turganim panti berdi chog'i. Do'stlar, ertaga tayyor turishimiz kerak. Ertaga bilganday narsa qazibman. Ertaga boramiz. Hozir og'irlik qilib ketadi, ularni qo'yib qo'yaylik. Jamol nima qilib bu Jamollar. Yana shunaqa ko'p qilayman deyman, uyqusiman, yana erta turdimmi? Aytgancha Jamolni oldiga bormoqchi edik bugun. Hazmi tayyorlanib sizlarga kamerani yoqaman. Mana do'stlar, tayyor ham bo'ldim.
Albatta like va obuna bo'lib qo'ying. Ya 30 ta bo'lishimizga oz qoldi. 2 ta obunachi qoldi. 30 tamiz deylik. 40 ta yoki 50 ta bo'lganidan keyin juda ham stream qilgim kelyapti do'stlar. Axir stream qilish juda ham mazza-ku. Ishton bermagan. Ololmaganman. Pulni yetmay qolgan do'stlar. Ana u taxtani ham olmadim-ku. Oldingiga o'xshab narvon bo'lsa kerak. Agar oldingi videoni ko'rmagan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying. Hozir men sizlarga Jamolni ko'rsatmoqchi edim. Videoning nomini boshqa qo'ymoqchi edim. Axir meni yangi do'stim Jamol degan video qo'yardim. Endi preview ham videoning nomi ham o'zgartirildi. Yaxshi ham kamerani yo'q qilib olganim yaxshi do'stlar. Bu ham bizga qiziq voqea bo'lib ketdi. Sasyapti bor. Qonmaydi. Haqiqiy qonmasmikin ish qilib. Haqiqiy qonmasa men hozir aytib bo'lmayman. Voy, bu haqiqiy qonmasa. Voy, do'stlar, sog' bo'lasizlar. Do'stlar, Jamolni qutqargim kelmay qoldi, lekin biz dovul-yo'lak bo'lishimiz kerak. Nimaga qanaqasiga o'zini do'stimni ko'tarmasligim kerak. Qutqarmasligim kerak. Menimcha u ham prank qilyapti. Tak, stop. Hozir meni tug'ilgan kunim emas-ku. Tug'ilgan kunim bo'lsa qolsa, o'zini tug'ilgan kunimi. Yo'q, Jamolning tug'ilgan kuni unday emas. Men tug'ilgan kunim axir martda bo'lsa. Okey. Kiraylik. Mer chaqirmoqmidingiz? Ha, chaqirgan edim. Ana u Jamolni uyidagi katta joyni sotib olib nimaga bu akaratlarga qaramayapti? Sizga bir gap aytsam, Aytdingiz, o'rniga sen olasan bo'lmasam. Jamol tez olib qo'ysin, bo'lmasam qishloqda hayaladi. Men bu tezda yetkazdi, do'stligi uchun chaqirtirib aytdim. Okey, xo'p, maylimi. Do'stlar, Jamolni mer yo'qolganidan xabari yo'q ekan. Oy. Endi nima qilamiz? Mayli, Jamolning oldiga boraveramiz. Xo'p. Men o'tgan videodek pastga qo'lga tushib ketib, Jamolni qutqarib, Spiderman bo'lib ketadi menimcha. Shunday deb o'ylayapman. Albatta, siz nima deb o'ylaysiz? Izohlarda qonlarni. Oy! Qattiq tushdim. Bu yerda ham Jamol bo'lsa. Nima? Bu yer kichkina joy, bu yerda ham qon bor. Izga o'xshamayaptimi? Ikkita yozlar 1, 2. Mana bu yozuvni ham o'qiymiz. Bormi? Ertaga qor tagiga ke. Ha. Do'sting meni qo'limda. Nima? Kim bo'lishi mumkin? Jamolning nimasi yo'q edi. Ertaga kelishib borishim kerak. Jamolning dushmani yo'q edi. Tak, stop, hozir. To'xtanglar, balki Jamolning dushmani bor edi. Men buni ko'rgandayman. Hozir. Jamol Loston ham reperni yo'q bo'lgan yomon bo'ldi. Uning yerda ishlarni qilyapti. Ha, to'g'ri. Reper yomon bo'ldi. Men yomon ko'raman men u reperni. Burada bahslashib qolganmiz. Shunchaki juda ham yomon zolim bo'lgan. Zolim emas, shunchaki biz u bilan maktabda birga o'qiganmiz. U menga ko'p jarohatlar bergan. Shundaymi? Ha, albatta. Ular qazanmoqchi bo'lganimda alamimizda qolib ketgan. Shuning uchun ko'pcha urushga tushamiz, lekin uncha-munchaga men u bilan urushni xohlamayman. Shuning uchun ham ular qochaman, unga gapirmaslikka harakat qilaman. Qo'pol ham gapirmayman. Yaxshi. Tak, stop, reper. Menimcha u repermidi? Otda adashmasam. Xullas, qanaqangi g'alati nima?
do'stimning hayotimasligim uchun bu haqiqatga o'xshaydi. Tak, stop. Buni yerga aytsammikin? Jamol topilgandan keyin meni yana g'alati qiladi. Aytgancha men mana bularni ko'rsa meni nima qilishi mumkin? Jamol haqida ham o'ylash kerak. Jamolni o'yintirganlikda deb bermadi. Qanaqangi do'sti? Meni ismini qoldi. Nega deb beradi shekilli. U maktabda birga o'qiganmiz deganmidi? Yana bir nimalar degan edi. Xo'p, bir nimalar degan edi. Mayli. Menga baribir hozircha deb turmay kerak. Uzr, qalaysan? Yaxshi. Siz Jamolni ko'rmadingmi? Biz o'ynamoqchidik. Uydagilar qandaysizlar? Uydagilar bir-biringizga juda o'xshaysizlar. Qishloqdagi hamma o'xshaydi bir-biriga. Kelinglar, yana shuni qilishib yuboring. Jamol yo'qligiga men ham mer aytib qo'ydi. Qilinglar deb qilishib yuboring. Men qilaman, sizlar ikki chiqinglar. Yaxshi, sizlar aqllisizlar. Jamol ham uncha qilavermaydi bularni. Ha, to'g'ri. Merdan so'kish eshitib yuribsizlarmi? Meni ham qornim ochib ketdi. Birdan olsam shunaqa qilmasa. Mendan o'qib quvonmadi. Yaxshi, rahmat. Men uyimga bordim. Ertaga esa qor tagida ko'rishamiz. Do'stlar, rapper. Iflos rapper uni azoblagan. Chunki kuni kecha rapper va u bahs boylashayotganini ko'rgan edim. Qanaqasiga? Rapper. Do'stlar, ikkinchi qismi ham bo'ladi buni. Ikkinchi qismi chiqish uchun like va obuna bosib qo'yinglar. Men esa Jamolni qutqarishim kerak. Ikkinchi qismi albatta bo'ladi.